Interes kelindan kunlik vlog. O'tgan safar bu videoni shunchaki qo'shib qo'yib qo'ygan edim. Unaqa ko'p prosmotr yig'madi. Doim ozvochkali videolar qilsam, doim prosmotrlari juda ham yaxshi bo'ladi. Shuning uchun yana ozvochkali video qilishga harakat qildim. Magnitga borib, u yerda ham SSS'ni videolar olmoqchi edim, lekin odamlar juda ham ko'p ekan. G'alati qaragani uchun olmadim. O'zim yoqtirgan narsalarni olib, klubnika в shokolade qilgim keldi. Eng yaxshi ko'rgan shirinligim mana shu klubnika в shokolade. Keyin shu bilan kech bo'lib qoldi. Keyin iPad'imni olib, unda Canva'da ko'plar so'rabdi, bu qaysi programma deb. Har xil narsalar, prezentatsiyalar yasayman. Telegramimga qo'shilib olsanglar, u yerda ham o'rgatib turaman. Canva'da qanaqa qilib yasashlarimni, o'zimni diary prezentatsiyalarimni yasayman. Shunaqa qilib o'tirib, ijod qilib o'tirdim. O'zi ko'pincha kech bo'lganda menga shunaqa ijodlar keladi. Uyqum kelmasdan nimadirlar qilgim kelib ketadi, energiyam ko'payib ketadi. Shunaqa qilib keyin uxladim.